Hammaga salom, ahli YouTube. Bugun 27-sentyabr 2025-yil biz Altayskiy kray, Russovskiy rayon Selo-Beryozovka poliyalarida yuribmiz, ishlab. Bizda mana ko'rib turganlaringdek kuz manzarasi. Daraxtlarda baklari to'kilib ketdi. Uji qolmadi почти. Deyarli bak yo'q. Kelgan paytimizda qanday bo'lsa yana o'sha eski holatiga qaytdi. Pomidorlarni o'rnini ham o'rib tashladik. Mana pomidorlar mana ko'rinayotgan bo'lsa yerda yotibdi. Uvol olib achib ketgan. Juda serhosil pomidor ekilgan. Yomg'irda qolib yog'ingarchilik ko'p bo'lganiga ham terishga qilmadik, ulgurmadik. Shuni hisobiga anchasi chirib ketdi. Mana pomidorlar qolgan-qutganlari. Atrof 2 kundan beri 2-3 kundan beri harorat normalniy issiq bo'lyapti deyarli yozdagidek. Futbolkada maza qilib yurib biz yozda yurgandik. Inshaalloh oz qoldi. Karam qolgan. Zimniy karam, o'rtaki karam, sredniy karam ham qolgan. 29 ta yo'l sredniy karam qolgan. 2 gektar yog'ida zimniy karam qolgan. Bugun 2 fura, 2 ta konteynerga 26 tonnadan 52 tonna karam yuklab chiqarib yubordik. Zimniy karamdan. Xudo xolasa qolgan karamlarni ham yig'ishtirib olsak va mana bu yerdagi pomidor, baqlajon, pereslar bor. O'shalarni o'rnini borkasini qo'ysak, salafanlarini chiqarib, mana ko'rinayotgan bo'lsa, bu Makka nonni edi. Eslasalaring. Video o'qiganman. Mana bunaqangi salafanlarini polni chiqarib tashlash kerak, haydovga tayyorlab. Kapelnitsalari bor. Kapelnitsalarini ham sug'orish tizimini ham chiqarib tashlab, shu joylarni bo'rka qilib, karamni ham tugatib, sotib, kesib, karam o'rnini ham haydovga tayyorlab bo'rka qo'ysak, inshaalloh 15-oktyabrlarga uyga qaytamiz. Nasib qilsa, inshaalloh. Russovskiyda uji qish desa ham bo'laveradi. Bundan buyog'iga kuz keldi. O'zbekistonda ob-havo qanday? Menimcha iliq bo'lish kerak bizda. Ertaman kech paytda yaxshigina sovuq pol bu yerlar. Mayli. Video qo'yishga ham vaqt bo'lmay qoldi, ishlar bilan bo'lib. Sarvon oqsiz degandek oz qoldi. 40 ga chidadik, 41 ga ham chida olsak, O'zbekiston qaydasan deb qaytamiz O'zbekistonga. Mana bu joylar haydovga tayyor qilish kerak. Salafanini, kapelnitsalarni olib tashlash kerak. Bu ham 3-4 kunlik ish. Mana bitta sug'orish tizimi bor. Shu kapelnitni chiqarib olamiz, kapelnitsasini. Keyin salafanini olib tashlasak, ish deyarli yakunlanadi. Haydab qo'yish endi bu biz ishimiz emas. Asosiysi biz borkasini qo'ysak, yog'i ish tugadi degan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barcha musofirda yurganlarga
o'zini vataniga yorug' yuz bilan sog' salomat qaytishligini nasib ro'za aylasin Allohim. Like bosish esdan chiqmasin. Kanalga podpiska bosib qo'ysanglar ham mayli.